Odamlar yurak operatsiyasidan qo'rqishadi. Bu xavflimi? Yo'q, bugungi kunda yurak operatsiyalari avvalgiga qaraganda ancha xavfsiz hisoblanadi. Hozirgi kunda 99% yaxshi natija, o'lim xavfi bo'ladigan bo'lsa 1% gacha kamaytirilgan. Operatsiyadan keyin hayot qanday bo'ladi? Agarda bemorlarda yurak sohasida og'riq, achish bo'ladigan bo'lsa, aorta koronar shuntash operatsiyalardan keyin bu hislar yo'qoladi va bemorning umri uzayishiga sabab bo'ladi. Agarda biz yurak klapanlarini almashtiradigan bo'lsak yoki uni davolaydigan bo'lsak, bemorlarda hansirash, holsizligi yo'qoladi. Demak, operatsiya fojia emas, shundaymi? Yo'q, bu operatsiya yangi hayotning boshlanishi hisoblanadi. Yangidan tug'ilish demakdir. Bemorlarni klapanini qanday saqlab qolish mumkin va har doim ham klapan almashtirish kerakmi? Yo'q, agarda tekshiruvlarda yurak klapani yaproqlari bujmayib, fibroz bo'lib, ya'ni tosh yig'maydigan bo'ladigan bo'lsa, bunaqa klapanlarni biz har doim saqlab qolishga harakat qilamiz. Klapan saqlab qolishning afzalligi nimada? Birinchidan, o'zingizda tabiiy klapaningiz ishlashi tabiiy hisoblanadi. Ikkinchidan, immunitet o'z klapaningizni o'ziniki deb qabul qiladi va unga qarshi immun reaksiya bo'lmaydi. Uchinchidan, dori-darmonlarni juda kam miqdorda ichish yoki ichmaslik imkoniyatini beradi. Klapan saqlab qolish operatsiyasi osonmi? Yo'q, bu yuvelir ish hisoblanadi. Bugungi kunda bizning markazimizda bunaqa klapan saqlovchi operatsiyalar keng yo'lga qo'yilgan. Qo'rqmasdan murojaat qilishingiz mumkin.